Münasibətsiz ishlarga aralashmang. Bir kishining islomining go'zalliklaridan biri o'ziga münasibətsiz ishlarga aralashmasligidir. Nima degan yaxshi aytilgan so'z ha? Chunki u pok bir og'izdan, ya'ni Allohning elchisining og'zidan chiqqan so'zdir. Ortiq ishga aralashadigan shu kishilar sizni qanchalik bezor qiladi ha? Soatlab vaqtingizni elishlari cho'taha. Qanchaga aldingiz deb so'raydi. Sovg'at edi desangiz, sovg'at kimdan deb so'rashga boshlaydi. Bir do'stimdan. Oliy maktabdagi do'stingizmi yoki saxtinmi? Nadiki? Of, oliy maktabdagi do'stim. Ha, mundaqdan. Nima munosabat bilan sovg'a qildi? Oliy maktabdagi kunlarimizning xotirasi uchun. Ohoy, qanday kunlar? İmtihondan o'tgan kunlaringlarningmi yoki birga sayohatga chiqqanmi? Ya bo'lmasa boshqa ishmi? Moshunda qamlashmagan taqqa-tuq savollarni so'rab, sizni javob berishga qistaydigan gap. Bularga javob berib o'ltirishingizning hojati yo'q. Albatta. Undaq odamlarga munosabatsiz ishga aralashmang demaslikka o'zingizni qoyil qilaman deb avara bo'lmang. Agar biror ommaviy so'rinda bo'lib qolib, moshundaq bema'ni savollarga tutilib qolsangiz, nima deyishingizni bilolmay to'limi o'sal ahvolga qolasizda. Bir qatim bir necha xizmatdoshim bilan birga yig'ilishib o'tirgan edik. Sham namozidan keyinla yerimda o'tirgan bir xizmatdoshimning telefoni sayrab ketdi. Xo'sh, deb telefonni oldi. Telefon qilgan ayoli bo'lib, ovozi shunchalik yuqori ediki, deyishgan gaplari ixtiyorsiz holda qo'lqimga kirib qoldi. "Na desan he eshak?" dedi ayoli. "Men yaxshi, Alloh sizni salomat qilsin." Qaraganda Shamdan keyin qaytib ayolini ota-onasining uyiga apirishga va'da qilgan bo'lib, biz bilan o'ltirib qolib, vaqtida qaytalmagan bo'lsa kerak. Ayoli g'azablangan holda mundaq dedi: "Alloh seni salomat qilmasin. Sen do'stlaring bilan birga yeyilib o'ltir, men uyda seni saqlay ha, o hayvon." Allah sizdan rozi bo'lsin. Xubtandan keyin qaytaman. Uning gapi ayolining gapi bilan hech qo'llashmaydi. O'ng'aysiz ahvolga tushib qolmaslik uchun shunday qilganligini tushundim. U so'zlish bo'lgandan keyin atrofdagilarga bir qo'r nazar tashlab, agar ulardan birarsi qo'pib, kim bilan so'zlashding, nima ishkan, nimishqa chiroying tatirib ketdi deb so'rag'ili tursa, nima bo'lib ketar deb o'ylab qoldim. Shukrkim, Alloh unga rahim qildi va hech kim aloqasi yo'q ishga aralashib, uni so'rab yurmadi. Shuningdek, agar biror kasal kishini yo'qlab berib, uningdan kasal haqida so'raganingizda, u kishi enchiklab javob bermasdan oddiylik qilib, "Alhamdulillah, cho'ncha taq yo'q. Odatdagi bir kasalkan" deb javob bergan bo'lsa, ko'chilab so'rab uni xijil qilmang. "Zada nima kasalkansiz? Tafsilroq demamsiz. Zada nima bo'psiz?" deb sig'irlab turib olsangiz, qarshi tarafni bearam qilib qo'yishingiz aniq. Bemor kishini o'ng'aysizlantirsangiz nima foyda? Kishining islomining go'zalliklaridan biri o'ziga munosabatsiz ishga aralashmasligi emasmi? Darvaqa u kishi o'zi sizga "Bu vasir ekanman" yoki "Yaralandim" deb ochiqini aytib qolsa mayli. Bo'lmasa ko'chilab so'ravermang. U tuzli javob bermagan ekan, gapni uzartmang. Albatta, sizga og'riqdan kesili to'g'riliq savol so'ramang demoqchi emasman. Lekin sig'irlab ujur-bujurg'icha ko'chilab so'rab yurmangda. Yana alayliq cho'ng bir yig'ilish yoki marikada bir kishi qo'pib, hamma xalqning oldida bir o'quvchidan "Hay palani, imtihondan o'tdingmi?" deb so'rasa, u bola "Ha" deb javob bersa, u kishi yana "Qancha nomer olding? Qanchinchi bo'libsan?" deb enchiklab so'rab yursa, qamlashamdi. Agar u o'quvchiga haqiqatan ko'ngil bo'ladigan bo'lsangiz, o'zi bilan ayrim o'tirib so'rang. Shundaqdimi, "Qancha nomer olding? Nimishqa yaxshi takror qilmagan eding? Nima bo'lib, oliy maktabga qabul qilinolmading?" deb ko'chirab so'rab yurmang. Agar uningga yordam qilish niyatingiz bo'lsa, uning yanida bo'ling, rag'batlantiring va qanday yordam qila olishingiz haqida tafsiliy suhbatlashing. Lekin hargizmi kishilarning oldida uning chavusini chitqi yeyib yurmang. Barhaq, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishining islomining go'zalliklaridan biri o'ziga munosabatsiz ishga aralashmasligidir degan. Lekin diqqat, bak ashur yetibmi qolmang. Madina Munawvaraga borgan vaqtimda yig'in va leksiyalar bilan bak aldirash bo'lganim uchun axloqli bir yosh yigit bilan bolalarim Abdurrahman va Ibrohimni o'ynatib kelishga putishdik. Asrdan keyin ularni elib ketib, xubtandan keyin agilib qo'ydigan bo'lgan edi. Abdurrahman 10 yoshda edi. To'g'risini aytsam, u yigitning "Apangning ismi nima? Uyinglar qayerda? Sizlar qancha bola? Dadang sana qanchalik parcha xarajat puli berdi?" degandek behuda ushshaq savollarni so'rab yurishidan ansirab qoldim. Shunga Abdurrahmonga "Agar sendan munosib bo'lmagan savollarni so'rab qolsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kishining islomining go'zalliklaridan biri o'ziga munosabatsiz ishlarga aralashmasligidir degan deb qayta-qayta tapilab mushu hadisni yodiltib qo'ydim.
Abdurahmon ukasi Ibrohim bilan birga u yigitning mashinasiga chiqib minib ketdi. Abdurahmon nihoyat surlik, astoydil bo'lib olgan edi. Shunga u yigit erkiltib turib, "Alloh seni jallantirversin Abdurahmon" debdi. Abdurahmon javoban "Seni jallantirversin" debdi. Bichora yigit kayfiyatini ko'tarish uchun "Bugun shayxning leksiyasi bormi?" deb so'rabdi. Abdurahmon hali hadisni eslashga tirishgan bo'lsa-mu, yodiga ololmabdi. Shuning bilan "O'zingga munosabatsiz ishga aralashma" deb varqirabdi. Yigit "Yaqay, undaq niyatim yo'q. Leksiyasi bo'lib qolsa qatnashib, shayxning ilmidan foydalanay" degan debdi. Uni gap yo'rg'ildi deb o'ylab olgan Abdurahmon yana "O'zingga munosabatsiz ishga aralashma" debdi varqirab turib. Yigit "Xafa bo'lma Abdurahmon, men" deb bo'lg'icha yana "O'zingga munosabatsiz ishga aralashma" dedim deb varqirabdi. Taki ular qaytib kelguncha mushundaq davom qilibdi. Uyga kelganda Abdurahmon og'ziga tegmagan holda faxrlanib turib, bu ishlarni menga so'zlab berdi. Men taza kulib ketib, gapni uninga yangi boshdan tushuntirishga majbur bo'ldim. Tarjimada Chashma Zulal. Sajiya Islom tadqiqot markazi.